Qaranglar, bitta ham zavod, bitta ham zavod. Mana shu joyimiz Suriyaning So'tirli zavodidagi eng katta muammo, ya'ni kanalizatsiya muammosi ekan. Nima qilishni bilmay akalarimiz mana shunaqa 10 metrli, ya'ni kanalizatsiya qilamiz. Joy to'lg'izishibdi, lekin bitta 600-700 kishi ishlar ekan, buni 3-4 kunda to'lg'izib berishar ekan. Nima qilishni bilmasdan bitta pastki nomerlarga aloqaga chiqishgan ekan. Mana shunaqa narsamizni qilib berishgan. Bu narsamiz do'stlar 1 asrgacha garantiya beriladigan, ya'ni to'lmaydigan kanalizatsiya bochkasi bo'ladi. Buni ishlash tartibi do'stlar mana shunaqa joyingiz ko'lat berasiz, ko'latganingizdan keyin endi bitta tashashadi, keyin tevasidan fura ham bo'lsa ishlab bo'lmaydiganlar bo'ladi. Bunga yana bitta bakteriyani tashlasangiz, odamda axlatini do'stlar 98% texnik suvga aylantirib turib, mana shu yonimizda ya'ni bochkalar plastmassalardan chiqib turib, drenaj vazifasida ya'ni odamda axlati suv bo'lib chiqib ishlatib yuborsangiz bo'laveradi. Xolasalang katta, ya'ni yerim bor narsa ekan desalar, bu odamda axlatidan chiqayotgan suvni olib turib, o'g'it o'rnida ham bemalol ishlatsalar ham bo'lar ekan. Xo'p, bochkalarimiz narxiga keladigan bo'lsak, do'stlar, eng arzoni xonadonlarga 7 kishilikdan boshlanadi, do'stlar, 3 tonnalik, ya'ni narxi 7 million so'm bo'ladi. Bu narxlarda ichida vodiy bo'ylab dastavka ustonovga mutlaqo bepul. Eng qizig'i, agar foydangizdan oldinsalar, 1 yillik bakteriyasini shunday bonus qilib berishar ekan. Kimgadir qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'zi nima deb o'ylaysizlar? Narxiga arziydimi yoki kamaydi, o'z fikringizni qoldiring.